O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Meni o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmaydi. Buni so'qishni botdan bilan ishlatgan qo'yishni. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishni oldindan plan qilgan. Nimaga qaradi? O'sha 12 yoshlarni o'rtoqlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qman. Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Ana sudya mana dalillarim mana qo'limda. O'lib ketish mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya vatandan o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Ammo tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mashta kerak. Oke, qamab tashlabdi-yu. Bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishni yetishlarmi? Qornim to'q deyapman-ku. Nohma qilib beraman.